Ilon Mask endilikda kadrlar masalasi bo'yicha qarorlar qabul qila olmaydi. Abduqodir Husanov Manchester City'da fevral oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Zelenskiy AQSh rasmiylari bilan muzokaralar Saudiya Arabistonida bo'lishini aytdi. Olmaota aeroportida yo'lovchining sochidan ushlab, unga pichoq bilan tahdid qilindi. Navoiyda tadbirkor hokimlik zaxirasidagi 1 gektar yerni 2 milliard so'mga sotmoqchi bo'ldi. Shu kabi holatlar Andijon, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida ham kuzatilgan. Assalomu alaykum. Muhim24.uz sayti O'zbekiston va dunyo miqyosidagi voqeliklar sharhi bilan bugungi dasturni boshlaydi. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizning rivojlanishimizga va yanada sifatli kontentlarni tayyorlashimizga undaydi. Navoiyda tadbirkor hokimlik zaxirasidagi 1 gektar yerni 2 milliard so'mga sotmoqchi bo'ldi. Shu kabi holatlar Andijon, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida ham aniqlandi. Andijonda 2 gektar yerni 300 ming dollarga sotishga uringan shaxs 50 ming dollarni olgan paytida ushlangan. Farg'onada yirik sotix yerni 55 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan fermer 45 ming dollar olgan vaqtida qo'lga tushgan. Toshkentda 16 sotix yerni 352 ming dollarga sotmoqchi bo'lgan shaxs 30 ming dollarni olgan paytida ushlangan. Barcha holatlar bo'yicha Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentda bugundan yo'llarni kapital ta'mirlash ishlari boshlanadi. Shahar hokimligi ma'lumotlariga ko'ra, dastur doirasida 65 ming metr kvadratdan ortiq yo'l maydoni ta'mirlash rejalashtirilgan. Hokimlik ta'mirlash ishlari asosan transport harakati kam bo'lgan soatlarda tashkil etilishini, shuningdek, vaqtinchalik noqulayliklar yuzaga kelishi mumkinligini ma'lum qildi. Olmaota aeroportida yo'lovchining sochidan ushlab, unga pichoq bilan tahdid qilindi. Hodisa bugun soat 11:45 da sodir bo'lgan. Aviatsiya xavfsizligi xizmatining tekshiruv xodimlari erkakdan hujjatlarni ko'rsatishni so'ragan. Bunga javoban u xodimning sochidan ushlab, pichoq bilan tahdid qila boshlagan. Bir necha daqiqadan so'ng erkak politsiya va xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qurolsizlantirilgan. Abduqodir Husanov Manchester City'da fevral oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Avvalroq klub tomonidan fevral oyining eng yaxshi futbolchisi nomi uchun so'rovnoma o'tkazilgandi. Unda Abduqodir Husanovning so'rovnomada Haaland va Gvardiol bilan kurashdi. Zelenskiy AQSh rasmiylari bilan muzokaralar Saudiya Arabistonida bo'lishini aytdi. Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy kelasi hafta Saudiya Arabistonida Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha AQSh delegatsiyalari bilan muzokaralar o'tkazilishini aytdi. Zelenskiy dushanba kuni Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon bilan Ar-Riyodda uchrashadi. Shundan so'ng AQSh rasmiylari bilan uchrashuvlar bo'lib o'tadi. Prezident Trampga aytganimizdek, Ukraina tez va ishonchli tinchlik uchun ishlamoqda va faqat konstruktiv ishlaydi, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy Telegramdagi bayonotida. AQShning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus elchisi Stiv Witkov muzokaralarda Tramp nomidan vakillik qilish uchun Saudiya Arabistoniga boradi. Witkovning aytishicha, uchrashuvni muvofiqlashtirish uchun Ukraina rasmiylari bilan muzokaralar olib borilmoqda. Ilon Mask endilikda kadrlar masalasi bo'yicha qarorlar qabul qila olmaydi. Tramp Maskning vakolatlarini cheklamoqda. Tegishli choralar davlat xizmatchilarining ommaviy ishdan olinishi fonida sodir bo'ldi. AQSh prezidenti Mask faqat tavsiyalar berish huquqiga ega ekanini aytdi. Mask Trampning so'zlariga qo'shildi va Tramp ma'muriyati a'zolari oldidagi xatolarni tan oldi.